Assalomu alaykum, dilga yaqin yaxshi insonim. Umringizni yana bir qaytarilmas songi muborak va xayrli bo'lsin. Omonat dunyoda omon bo'ling. Allohim har bir qilayotgan ishingizdan, bosgan har bir qadamingizdan rozi bo'lsin. Jismingizga sog'lik, qalb olamingizga xotirjamlik tilayman. Azizlarim, tinglab borayotganingiz dil izhorlari loyihasi. Studiya mikrofonlari qarshida esa Kamina Maftuna Nuraliyevna. Siz ham yaqinlaringizni biz orqali xursand qilmoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Shunchaki 77 kodi bilan 068 0518 hamda 93 kodi bilan 729 0518 raqamlari xizmatingizda. Bugun o'z tavallud ayyomlarini nishonlayotgan barcha vatandoshlarimizni muborakbod etamiz. Bizga yetib kelgan galdagi tabriknomani o'z egasiga yetkazamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Gulbahor onajonimiz raqamlarimi adashmadikmi? Yo'q. Men haqi. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz joyidami onajon? Rahmat. Bugungi chiroyli kunlar yana bir ulug' yoshni qarshilabsiz. Davomli bo'lsin. Tug'ilgan kunlaringiz, qarshi olgan 65 yoshingiz bilan tabriklaymiz. Rahmat qizim, rahmat. Ilohim umringiz uzoq, rizqingiz ulug' bo'lishigini, shu chiroyli yuzlaringizdagi kulgu tabassum umr bo'yi hamrohingiz bo'lishigini tilayman. Qalbingizdagi jamiki orzu-niyatlaringiz amalga oshsin. Rahmat. Umringizdan baraka toping. Ayni damda sizni dil izhorlari loyihasidan bezovta qilib turibman. Loyiha boshlovchisi Maftunaxon bo'laman. Onajon, siz uchun chiroyli tabriklar yetib kelgan yaqinlaringizdan. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi bir insoningiz bo'lishligi mumkin? Ma'lum bolasi, o'g'larni, qizlarni birontasida. Albatta. Umrlari uzoq bo'lsin. Umringiz ziyoda bo'lsin sizning ham onajon. Juda ham to'g'ri tanlov qildingiz. Farzand ne'matlaringizdan qay birliklari bo'lishligi mumkin? Mo'ynida qizimdir. Mashalloh. Doimo ularni mehribonlari bo'lib, to'rlarda duogo'ylari bo'lib o'tirishingiz nasib qilsa onajon. Mehribonlaringiz, Alloh bergan rahmatingiz, jannatlardan xabar qilib yaratgani, bergan baxtlar ichida eng chiroyli baxtingiz bo'lgan ne'matingiz Muniraxon qizingizdan chiroyli tabriklar. Rahmat qizim, sog' bo'lsin. Ilohim. Gulnoza, Munojat, Mashhura opalar, Jasurjon, Ozod akalar, Shohjahon aka, barcha yaqinlaringiz birdek qutlab qolishibdilar sizni. Rahmat. Qo'limizda samimiyat bilan, hurmat bilan mehribona, duogo'yim, duolari ijobatli bo'lgan o'zimning mehribon onajonim, umrlari uzoq bo'lsin. Bizni doim duolari ila yo'qlagan g'amxo'rimga deya hurmat bilan yozilgan go'zal ta'riflar berilgan maktublarni yetkazib qo'yishimizni so'rabdilar. Qabul qilasizmi? Albatta. Unda marhamat, diqqat qiling. Kulish uchun sabab kerak emas. Izlamayman biror bahona. Sizni ko'rib tursam yetar bas. Baxtimga siz sog' bo'ling ona. Nima kerak menga toj va taxt? Boylik, baxtni bera olmas hech kim. Borligingiz o'zi menga baxt. Boshimdagi tojimsiz ona. Assalomu alaykum mening jannat ifoligim. Dunyolarga alishmas bebaho boyligim. Tafti quyoshdan da issiq, mehri daryolardan ham toshqin, bag'ri esa osmonlardan ham keng bo'lgan o'zimni jonim, onajonim. Sizni bugungi tavallud ayyomlaringiz, payg'ambarimizga ummat bo'lgan shukrona kuningiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. To'lgan yoshingiz sizga xayrli bo'lsin. Bundan-da go'zalroq yoshlarni qarshi oling. Bizni shuncha voyaga yetkazdiz. O'zingiz yemay yedirdingiz, kiymay kiydirdingiz. Hech qachon hech kimdan kam qilmadingiz. Buning uchun tashakkurlarimizni qabul qilgaysiz. Bilib bilmasdan, yoshlik qilib, bolalik qilib qalb gavharlaringizga ozor bergan damlarimiz bo'lsa, ming bor uzrlarimizni qabul qilgaysiz. Sizni doimo